ikkita sivaratka sotib oldim. Test qildim. Ikkalovidan menga mana shunisi juda ham yoqdi. Bu ham yomon demayman, lekin ikkalovini vыбор qilganda mana shuni ikkinchi marta sotib olardim. Quruq yuzlar uchun sostav PDRN. PDRN zаживляющий komponent hisoblanadi, tiklovchi komponent hisoblanadi. Sivaratkalarni juda ham yaxshi ko'raman. Sivaratka ishlatinglar qizlar. Faqat kremni o'zida emas. Sivaratkalarni krem bilan yopinglar keyin. Chuqur namlansin. Meni yuzim quruq bo'lgani uchun faqat quruq yuzlar uchun sotib olaman har doim. Uxotda test qilaman. Bunisini yuzga oynam yo'q mani qizlar. Uxot qilganda bo'yin dekolte esdan chiqmasin. Bo'ynimiz chotki bildirib qo'yadi. Mana bunisini 360 mingga oldim. Bunisi esimda yo'q, necha pulga olganim. Zakaz qiladigan joylarim o'zi ko'p emas. Medipil O'zbekistonidan bunisini zakaz qildim. Bir xillarini Bloomdan olaman. Qizlar bilaman, profilini hammani ham cho'nchaga ko'tarmaydi. Hammada ham возможности yo'q. Lekin menga qizlar yozadi, hamyonbop bo'lgani bilan yaxshi ishlaydigan kosmetika olishga harakat qilaman. Olib test qilib ko'rishga. Endi juda ham arzon kosmetika olmayman, to'g'risini aytaman. Mana buni ham ko'rsatgan edim o'tgan gal, молочко. Krem o'rniga, chunki bu sivaratka juda ham plotniy bo'lgani uchun krem o'rniga молочко suraman. SPF lekin men professionalniy liniya ishlataman. Mass marketingini to'g'risi SPF hali ishlatib ko'rmadim. Ko'p tushirib yubordim har doimgidek. Menga qizlar mass marketda olib chiqishimiz sababi ko'p ayollar yozadi, bizning sharoitim yo'q deb qimmat kosmetika sotib olishga. Qizlar o'shaning uchun ishlatib ko'raman. Har bitta ayol chiroyli ko'rinishga, ухоженный bo'lishga haqqi bor. Поэтому qo'limdan kelganicha testировать qilaman, yaxshi mahsulotlarni olib chiqishga harakat qilaman. Sizlar uchun har bitta ayol chiroyli ko'rinishga